Xo'p, qizlar o'qishi kerakmi degan savol menimcha noo'rin deb hisoblayman. Meni savolim boshqacharoq. Nima uchun bu masalani hali ham muhokama qilishimiz kerak? Qiz bola albatta kelajakda kimningdir turmush o'rtog'i emas, u alohida shaxs, uni o'zini iqtidori, orzusi, rejalari, maqsadi bor bo'lgan inson. Ayrim ota-onalar qizlarini haddan ortiq asrash bilan ularning imkoniyatlarini cheklab qo'yishadi. Qizlarimiz bilan bog'liq bo'lgan muammolar ko'plab uchraydi. Ayrim holatlarda bu bizni ham juda ham dilimizni og'ritadi. Shulardan bittasini aytib beradigan bo'lsam, o'quvchilarimizdan biri, qiz bola o'quvchilarimizdan biri 2 yillik tayyorgarlikdan so'ng Andijon davlat tibbiyot institutini davolash yo'nalishiga o'qishga qabul qilindi. Lekin masofa uzoqligi uchun qiz bolaga uydan uzoqda o'qish mumkin emas. Ertaga buni turmushga chiqishi bor, ertadan keyin buni turmushga birov qabul qilmaydi degan noo'rin hadiklar bilan, keraksiz hadiklar bilan shu o'quvchimiz o'qishga kirib, o'qiyotgan joyida o'qishdan qaytarib olib kelishdi. Shu jarayonni ichidagilar bilishadi. 2 yillik mehnat qanaqa qattiq ekanligini, o'qishga kirish uchun qancha mehnat, qancha sabr, qancha qiyinchiliklarni yengish kerakligini o'qib yurgan o'quvchilarimiz, ustozlarimiz yaxshi bilishadi. Lekin shuncha mehnat qilib marraga yetgan joyda o'quvchimizni o'qishdan butunlay qaytarib olib kelishdi. Bu endi juda ham katta ruhiy zarba bo'ldi o'quvchimizga. Maqsadlar olib qo'yilgandek, rejalari yo'qotilgandek juda ham katta ta'sir qildi. Va uni shu o'quvchimiz onasi yana qayta chiqishga majbur bo'ldim va shu o'quvchimizni qaytadan o'quv muassasamizga qaytarib va o'zimizdagi Farg'ona jamoat salomatligi institutini davolash yo'nalishiga 2-yil ham qaytadan talaba bo'lishga muvaffaq bo'ldi qizimiz. Bu degani ketma-ket 2 yil davolash ishi yo'nalishiga bilimi yeta oldi. Juda ham iqtidorli, bilimli, mehnatkash qiz bo'lganligi uchun ko'p holatlarda biz mana shunday iqtidorlarni yo'qotyapmiz deb hisoblayman. Jamiyatimiz qancha olimalarni, iqtidorlarni mana shunday asossiz cheklovlar tufayli yo'qotyapti deb hisoblayman. Ilm yo'lidagi qizlardan ortiqcha xavotirlanmaslik kerak. Sababi o'qiyapti degani bu yomon yo'lda yuryapti degani emas. Jamiyat uchun, kelajak uchun mehnat qilyapti degani. Qizlar ilm olish uchun yo'lga chiqayotganda, uydan chiqayotganda kimnidir ortidan yurish uchun emas, kimnidir ortidan ergashib borish uchun emas, balki o'zini maqsadlari, o'zini kelajagi, o'zini kelajakdagi rejalari ortidan ergashyapti degani. Ular o'z qadrini bilishadi. Ular sha'ni uchun masofani va hurmatni saqlay olishadi. Magistratura bosqichida o'qish jarayonimizda ustozimiz savol berdilar. O'qiyapsizlar, bakalavr bitirgansiz, magistraturani bitiryapsizlar. Kelajakda ishlaringizga to'sqinlik bo'ladigan bo'lsa, qanaqa reaksiya bildirasizlar degan savol berganlar ustozimiz. Shunda hamma qizlar, hammamiz bir ovozdan nimaga unaqa, biz ishlashimiz kerak, biz atay o'qiyapmiz, yo'q biz ishlaymiz degan javoblar berilgan. Shunda ustozimiz zo'r fikr aytganlar. Yo'q, shu joyda xato qilyapsizlar. Kimdir ishlashi kerak bo'ladi. To'g'ri, ishlash foydali, jamiyatga, ko'pga foydali. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladiki, ishlashga imkoni yo'q bo'lib qoladi. Kimdir farzandiga qaraydigan odam bo'lmay qoladi, kimdir chet davlatda bo'lib qoladi. Ishlashga imkon bo'lmay qoladi. Mana shunday holatda ortiqcha hissiyotga berilmasdan to'g'ri tahlil qilishlaringiz kerak deb fikr aytganlar. Masalan, qanaqa siz masalan bitta sinfga kirib 30 ta bolaga ta'lim beradigan bo'lsangiz, 30 ta o'quvchiga bilimingizni eng erkin sarflaysiz. Agar sizda 4 ta farzandingiz bo'lsa, 30 kishiga sarflamoqchi bo'layotgan energiyangizni 4 ta farzandingizga sarflaysiz degan fikr aytganlar. Va shu fikrdan keyin hammamiz shunga qo'shilganmiz. Qachondir ayrim vaqtlarda ishlamaslik kerak bo'ladi. Ayol kishi ma'lum bir vaqt uyda qolishga to'g'ri keladi. Farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Va ana shu olingan ilmlar farzandlarni tarbiyasi uchun to'g'ri yo'naltiriladi deb hisoblayman. Lekin bu holatni ayrimlar noto'g'ri talqin qilmaslik kerak, ya'ni xudbinlikka o'tib ketib qolmaslik kerak. Faqat meni farzandlarimga bo'lsin, faqat meni oilamgagina foydali bo'lsin deb hisoblamaslik kerak. Agar ayol kishining imkoniyati bo'lsa, vaqti bor bo'lsa, farzandlar katta bo'lgan bo'lsa, albatta ishlashga ruxsat berish kerak, imkoniyat berish kerak deb hisoblayman. Chunki jamiyatimizda hozir ayol kadrlarga bo'lgan ehtiyoj, ayniqsa ayol shifokorlarga bo'lgan ehtiyoj juda ham katta.
Mana shunda qizlarimiz yillar davomida olgan ilmlar isrof ketmaydi va ko'pga manfaatli ilm bo'ladi. O'qigan qiz oila qurmaydi emas, aksincha hayotni tushunadigan, oilani qadriga yetadigan, farzandlariga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan bo'ladi. Qizlarning ilm olishi kim uchundir xavf emas, aksincha jamiyatning juda ham katta yutug'i hisoblanadi. Kitobimizda shuncha qizlarni o'qityapmiz. Qizlarimiz oldilariga katta maqsadlar qo'yishyapti, sertifikatlar olishyapti, oliy ta'limga tayyorgarlik ko'rishyapti. Lekin qizlarimizga yo'q, qiz bolasan, bu senga shart emas deyishimiz adolatsizlik bo'lmaydimi? Qizlarimizni ilm olishga bo'lgan shunday asossiz cheklovlar sabab qancha iste'dodlarni yo'qotdik ekan, qancha olimalarni yo'qotdik ekan, jamiyatimizga qancha zarar keltirdik ekan. Qizlarni o'qishiga ruxsat berish emas, ularni o'qishiga to'sqinlik qilmaslik kerak. Bunaqa ota-onalarimiz kelishadi, ayniqsa otalarimiz, ko'proq otalarimiz qizlari o'qishni juda ham xohlashadi, lekin ular bunga qarshilik qilishadi. Shu vaqtda ularga aytaman, hozirgi zamonda, internet asrida qanchadan qancha yoshlarimiz vaqtlarini behuda sarflab, butun kunini telefon bilan o'tkazishyapti. Shunaqa yo'l tutmasdan farzandlarimiz, qizlarimiz ilm yo'lini tanlashi, buni nimasi yomon? Aslida ilm olish qiyinchiliklariga chidab, sabr bilan kitobga termilishni xohlayotgan farzandning o'zi ota-ona uchun juda ham katta yutuq.